Salomatlik bu bizning hayotimizning eng muhim jihatlaridan biri. Ammo ko'plab insonlar, ayniqsa ayollar, sog'liqni saqlash borasida ba'zi xavflarga duch kelishadi. Bularning ichida anemiya, organizmda qon hujayralarining yetishmasligi holati eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Keling, anemiya va uning reproduktiv salomatlikka ta'sirini, ayniqsa homilador ayollar uchun qanday xavf tug'dirishini ko'rib chiqamiz. Agar organizmda gemoglobin yoki qizil qon hujayralari yetishmasa, bu holat anemiya deb ataladi. Anemiya bu nafaqat umumiy salomatlikka, balki reproduktiv salomatlikka ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Homiladorlik davri ayniqsa xavfli vaqt bo'lib, bu davrda anemiya ko'pincha uchraydi va homilaning sog'lom rivojlanishi uchun xavf tug'diradi. Homiladorlikda anemiya odatda temir yoki vitamin B12 yetishmasligidan kelib chiqadi. Homiladorlik muddati oshgani sari ayol organizmida temir moddasiga bo'lgan ehtiyoj oshib boradi. Homiladorlikning oxirgi 3 oyligida birinchi 3 oylikka nisbatan temir moddasiga bo'lgan ehtiyoj 10 barobar oshadi. Bu holat onaning energiyasini kamaytiradi. Uni charchoq, bosh aylanishi va nafas qisishidan aziyat chekishga olib kelishi mumkin. Shuningdek, homilaning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan kislorod miqdori kamayib, uning o'sishi va rivojlanishi muammolariga olib kelishi mumkin. Anemiyani, demak, kamqonlikni og'ir darajalarda homilador ayolda juda ko'p, demak, asoratlarga olib kelishi mumkin. Demak, bu preeklamsiyani og'ir darajalari bo'lishi mumkin, qon ketish, vaqtdan oldin tug'ruqlar, demak, o'lim holatlari, onalar o'limini ko'rsatkichlari yuqori bo'lishiga olib kelishi mumkin ekan. Anemiyaning oldini olish uchun bir nechta profilaktika choralarini ko'rish mumkin. Eng muhimi to'g'ri ovqatlanish, temirga boy mahsulotlar, masalan qizil go'sht, dukkakliklar, yashil bargli sabzavotlar va vitamin B12 manbalarini ko'proq iste'mol qilish kerak. Shuningdek, homilador ayollar uchun maxsus temir qo'shimchalari tavsiya etiladi. Ularni shifokor ko'rsatmalari asosida qabul qilish zarur. Ba'zi hollarda vitaminlar va minerallarni qo'shimcha ravishda olish ham foydali bo'lishi mumkin. Anemiyaning diagnostikasi oddiy qon tahlili yordamida amalga oshiriladi. Agar testlar temir yoki boshqa muhim elementlarning yetishmasligini ko'rsatsa, shifokor kerakli davolashni belgilaydi. Xulosa qilib aytganda, anemiya bu xavfli kasallik. Ammo u to'g'ri davolash va profilaktika choralarini ko'rish orqali oldini olish mumkin. Homilador ayollar o'z sog'lig'iga jiddiy qarashlari, shifokor bilan muntazam tekshiruvlardan o'tishlari va sog'lom ovqatlanishga e'tibor berishlari kerak. Shuningdek, yurtimizda aholini tibbiy bilimlar bilan ta'minlash, profilaktika dasturlarini amalga oshirish orqali anemiyaning oldini olish muhim ahamiyatga ega. Unutmaylik, sog'lom ona sog'lom kelajakni anglatadi. O'z salomatligingizni qadrlang va agar kerak bo'lsa, tibbiy yordam so'rang. Bu sizning va kelajagingizning farovonligi uchun zarur.